Assalomu alaykum hurmatli YouTube foydalanuvchilari. Biz mana navbatdagi ishimizni Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanida Oxonboboyevda tugatdik. Bu ishimizni darvozaxonalari, ichkari shapkalari, nari tarafda shapkalarini qilib berganmiz. Bu ishimizni ham mana ko'rayotgan bo'lsanglar 3D hachit fasonda qilib berdik. Mana chekkalari qora nержавейка, o'rtalari 3D. Mana bu burchaklarini ham juda chiroyli holatda qilib, xonadon egasiga bir 7 kunda ponni bitkazib berdik. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab davom etmoqda. Biz o'zimiz Andijondamiz, vodiy bo'ylab, voha bo'ylab qilib beraveramiz. Materiallarimiz 04 qora nержавейкада bo'ldi. 1 kvadratini 180 ming so'mdan qilib bermoqdamiz. Mana shapkalarini 160 mingdan, material kalligi 04 bo'lgani uchun shunaqa. Endi ishimizni ko'rib baho bersanglar bo'ladi. Mana bu biz ishlatgan reykalar. Endi oshgani uchun kesib qo'ydik. Mana qaranglar ishda. Juda chiroyli holatda bo'lib bitkazib berdik endi. Bizni Usta Habibulloh Telefon kanali a'zolari bemalol ishimiz yoqdi sizlar aloqaga chiqaverasizlar. Uyda kelsa ham biz ishimizni internetda ko'rib zakaz berdi. Keldik, ko'rdik, o'lchadik, zaklatini berdi. Materiallarini 10 kun 15 kunda tayyorlab managa tushirib, birdan ishni boshlab, xudo xolasa mana 7 kunda ponni ustanovka qilib berdik. Uyda kelsa lesa yo tojoy yemoq-ichmoq qilib berdi. Qolgan narsalar bizdan bo'ldi. Bir chiroyli holatda mana ishimizni bugun tugatib ketmoqdamiz mana. Kimda kim shunaqa tunikafon xizmatlari kerak bo'lsa, pastdagi raqamga aloqaga chiqinglar. 80 xil, 90 xil fasonlarimiz bor. Boramiz, ko'ramiz, chiroylisini tanlab, uyingizga mosini tanlab, kelishgan holatda, chiroyli holatda qilib bitkazib beramiz. Usta Habibulloh tunikafon jamoasi doim xizmatinglarda aloqaga chiqinglar, qilib tugatib yuraveramiz.